Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Kecha Octagon Liganing turnirida Humo Arenada Toshkentda bo'lib o'tgan vatandoshimiz Ibragim Shaymanov bilan Fazliddin Karim Madrahimov tojikistonlik bolaning jangi haqida o'z fikrimni bildirib o'tsam, avvalo shu kanalga obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, videolarga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Vatandoshimiz Ibragim Shaymanovning jangiga kelsak, bu vatandoshimiz 16 ta jang o'tkazgan ekanlar, 10 tasida g'alaba qozongan ekanlar, 6 tasida mag'lubiyatga uchragan ekanlar. Lekin bu jangda Fazliddin Madrahimovning tajribaliligi ko'rindi va yutdi bu jangda vatandoshimiz Ibragim Shaymanovni. Afsuski bu vatandoshimiz Ibragim Shaymanov ham bu turnirda bu Fazliddin Madrahimovga yutqazib qo'ydi. Mayli nima bo'lganda ham negativlarga e'tibor bermang. Ibragim Shaymanov, sizga faqat omad tilayman. Keyingi janglaringizda g'alaba qozonishingizni tilayman. Faqat yaxshi tayyorgarlik ko'rib bu yog'iga endi yana revansh olsangiz Fazliddin Madrahimov bilan keyingi jangda albatta yutasiz deb o'ylayman Fazliddin Madrahimovni. Sizga faqat omad tilayman. Keyingi hamma janglaringizda g'alaba qozonishingizni tilayman. Ibragim Shaymanov. Olg'a O'zbekiston, olg'a O'zbekistonim o'g'lonlari, sportchi o'g'lonlari, hammangizga g'alaba tilayman. Endi bu sport. Bittada yutasan, bittada yutqazasan. Hammasi Allohdan. Ibragim Shaymanov, kayfiyatni tushirmang. Ko'ngilni cho'ktirmang. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Keyingi janglaringizda albatta g'alaba qozonasiz deb umid qilaman. Sizga faqat g'alaba tilayman. Hamma vaqt sizni qo'llab-quvvatlayman. O'zbekistonlik vatandoshingiz sifatida. Faqat endi bu yog'iga yanada yaxshiroq tayyorlanib jangga chiqsangiz albatta keyingi janglaringizda albatta g'alaba qozonasiz inshaalloh. Ibragim Shaymanov, siz mabodo Fazliddin Madrahimov bilan revanshga chiqadigan bo'lsangiz, keyingi jangingizda sizga albatta g'alaba tilab qolaman. Ibragim Shaymanov. Olg'a O'zbekiston.